Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, bu ikkinchi vlogimiz, ofitsial ikkinchi vlogimiz. Va shu vlogimizda Seven Sisters va Brighton degan joyga boramiz. Hozir Seven Sisters Park degan joyga o'tiribman, parkda. Va u yoqda yarim soat yurish kerak ekan. Parkdan dalan o'tasidan tog'gacha, tog'dan keyin chiroyli dengiz manzarasi va shunaqa narsa. Bu o'zimizning nima deyiladi, solo adventuremiz, solo travel qildik va uydan ovqat va mevalar va suv hammasi tapadaq. Cho'milish uchun havo bugun juda issiq. Londonda, Angliyada bugun 35 gradus issiq, juda ham kuydiradi. Lekin kepka olmayman. Mayli. Xo'p, mana manzara. Hozir bu yerdan yarim soat yurish kerak ekan. Mana bu tog'gacha va keyin dengizga chiqsa bo'ladi. Xo'sh, nega shu kichkina narsalarni gapirib o'tsam, nega kanalimning nomi O'zbek Alondag'ay. Londondagi o'zbek. Chunki fransuz tilini o'rganishni boshladim. Yaqinda 2 oy bo'lyapti. Yaxshi natija, yomon emas. Fransuz tilini o'rganishni boshladim. O'zi nimaga harakat qilib ko'rish uchun, Kanadaning PR uchun harakat qilish uchun o'rganishni boshlagandim. Nasib bo'lsa bo'lib qolsa, keyingi yil bahorlargacha qo'limda o'sha Kanadan PR bo'ladi va bu ham variant. Kim biladi, Kanadaga ko'chib ketishim mumkin. Yaxshi variant. U ham juda go'zal davlat. Xo'p, ana bu yoq tepalikka chiqishimiz kerak. Bu yoqda esa cho'milish uchun beach. Bu yoqda uylar. Xo'p, yana uzoq yurishga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Chunki yo'l uzoq ko'rinyapti. Xo'sh, Londondagi hayot haqida masalan gapirib o'tsam, bu yerda 5 yildan beri yashayapman, xudoga shukr. Yashash yomon emas, davlat yaxshi. Odamlar xushmuomala, madaniyati bor. Har doim shu yoqdan ham to'g'risi, har doim gapirayotganda iltimos, rahmat, iltimos deyishni odat qilib qo'ydim. Har doim iltimos, kechiring, uzr, rahmat. Yana o'zim bilan bitta kitob olib oldim. Chunki hozir masalan o'zi bu video ham zerikarli bo'lishi mumkin, chunki montaj unaqa qilish unchalik bilmayman. Shunchaki oddiy videoni qo'yaman, uzun bo'ladi, zerikarli bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q. Nega kitob oldim?
Chunki hozirda o'zimda shunaqa muammo bor edi. Shuning uchun attention span. Demak, kichkina videolarga odamni o'rganib qoladi va shu uzoq o'qish uchunmi, kitob o'qish uchunmi yoki biror narsaga uzoq muddatga e'tiborni jamlash juda ham qiyin. Shuning uchun Instagram va Shorts shunaqa nimalar bor. Hamma ilovalarni o'chirib tashlaganman. Va hozirda faqat kitob o'qish, ko'rsam YouTube'dan uzun videolar ko'rishim mumkin va shular. Bu narsa juda ham yordam beradi. Chunki agar bu narsaga dars o'qimoqchimisiz, e'tiboringizni uzoq muddatga jamlay olasiz. Kerak bo'lsa bir necha soatlarga ham bemalol va bu narsa sizni xursand ham qiladi desam bo'ladi. Chunki kayfiyatni ochadi, bitta narsani bajarganingizdan keyin o'zingizga narsani erishganingiz haqida shu nima bo'ladi-da. Manzara. Xo'sh, ana bu yo'ldan shu yoqqacha chiqdik va yana odamlar oxirigacha boryapti. Ana bu yoqda mayakmin bor, o'sha yoqqacha borishyapti. Yo'lda yana qaytaman chunki juda ham issiq va chiqishdan charchab ketdim. Pastga tushib beachga, dengizga cho'milamiz. Xo'sh, sayohatimiz tugadi. Hozir endi stansiyadaman. Uyga ketish uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Kofe oldim. Chunki ertalabdan beri yuribman aylanib, charchadim va kofe zarur hozirda. Uyga qaytyapman. Aytganimdek o'zim kitob o'qib o'rgandim. O'sish va o'ylash, boy bo'lish haqida, o'sish va o'ylash haqida kitob. Shu kitobni to'g'risi o'qishni boshlagan paytim, o'sha payt hayolimga kelganda Kanadaga shu ko'rayman
yo'qmi. Shu kitob yordam berdi desa ham bo'ladi. Tezda qaror chiqarishni va bu kitobni o'qib chiqqandim oldin, yana qaytib o'qiyapman. Chunki juda ham foydali kitob. Bundan keyin